sifat nima edi inglizchasiga? Adjective. Adjective. Ot, noun, son, numeral. O'sha adjectivega l bilan y qo'shimchasini qo'ysangiz nimaga aylanadi? Ravishga aylanadi. Ravish deyiladi ingliz tilida. Shularga o'tganman bu darsda. Adverb. 500 ta adjective bilsangiz, ly ni qo'sha oladigan shakl bo'lsa, 500 ta adverb sizning vokabularingizga qo'shiladi. Masalan, slow so'zi sekin, slowly. Endi slow to be fe'li kela oladi. Adverb esa o'zidan keyin fe'l kelishini talab etadi. Slowly. Run. Slowly. Cleverly. Clever aqlli, cleverly. Intelligent, intelligently, zakovatli, intelligent, intelligently. Tushundingizmi? Keyin bunaqa shakllardan proper to'g'ri, biron ish to'g'ri bajarish, properly, exact, exactly. Bizga bu qo'shimchadan nimani beryapsiz? Sifatimizni ravishga aylantiryapti. The turtles are slow animals. To'g'rimi? Toshbaqalar sekin hayvonlardir. Sekin yuradigan degan ma'noni bildiryapti. Endi toshbaqalar sekin yuradilar desa, adjective ishlatasiz. The turtles fe'l qo'yasiz. Nima qo'yasiz? Yuradi. Yurmoq nima edi? Go. Walk. Qadam bosib yuradi chunki. Walk. Chunki yerda yuradi. Piyoda yurganda yuradi. The turtles walk. Qaysini qo'yaman endi adverbga? Slowly. Lionel Messi to'pni mohirona uzatadi degan gap boshqa narsa. Lionel Messi mohir assistent. Ya'ni to'pni zo'r beruvchi, mohir uzatuvchi. Farqi bormi? Birda fe'l ishlatilyapti. Mohirona uzatadi. O'zbek tilida bog'lanyaptimi? Uzatadi nima? Fe'l. Mohirona ravish. Mohirona uzatadi. Ana endi Lionel Messi mohir assistent. Kim? Mohir. Qanday? Kim assistent? Mohir nima? Qanday so'raydi o'zi. Zo'r gap bo'ldi. Leo Messi to'pni mohirona uzatadi. Qarang, o'zbek tilida ham shunday biz ly qo'shgan gapni nimaga aylantirib yubordik? Mohir so'zi nima edi? Sifat edi. Qanday? Mohir inson, mohir odam, mohir usta, sifat. Unga nima qo'shib yubordik? Ona qo'shimchasini. O'zbek tilida mana shu ingliz tilidagi ly ni bir ko'rinishi ona ekan. Mohirona, zargarona, dohiyona deydi. Siyosatni dohiyona boshqaradi degan. Mohirona demak nimaga aylantirdi? Ravishga. Ravishdan keyin nima kerak? Fe'l. O'zbek tili bilan bir xil. Mohirona ravish. Mohir sifat edi. Mana bu struktura bor. Qancha shunaqa gaplarni ingliz tilida ko'p ishlatsangiz, slowly, significantly degan so'zlar bor. Significantly, essentially degan so'zlar borda.